Assalomu alaykum do'stlar. 2025-yil 5-iyun sanasi. Ko'rishlaringiz mumkin. Do'stlar, shoftolimiz uje xudo xolasa ulamaga kirib qoldi. Holatlari zo'r. Suv qo'yishlarni boshladik. Bag'i sariq gilos. Mana bu turetskiy urug'larimiz. Jef deydi do'stlar. Turetskiy urug'. Bunga solingan kam suv joylarga buni solamiz. Shoftolini jefi bo'ladi turetskiy urug'. Xudo xolasa suv ochishlarni boshladik do'stlar. Mehnatlariga bittadan ak bosib qo'yasizlar. Bu sariq giloslarimiz do'stlar. Nimalar qilib ko'rsatinglar. Do'stlar, holatini ko'ringlar. Xudo xolasa suv qo'yib deyapmiz. Mana doridan keyin suv qo'yib vitaminlar sepib qo'ydik. Holatlari nima deyapti do'stlar bu? Ko'rishlarimizga inshaalloh xudo xolasa yaxshi o'tlar solaylik. Mana suvlar qo'yib, hozir chiroyli qilib olib ketyapmiz. Mana holatlari sariq gilosga bittadan baho beramiz. Holatlari xudo xolasa tezda bo'yga keldi inshaalloh. Bu mana o'riklarimiz do'stlar. O'riklarni holatiga baho beramiz. Mana xudo xolasa alicha do'stlar, alichamiz inshaalloh xudo xolasa 99% ga zo'r chiqdi. Urug' chiqarib olsam qiyin bo'lib ketyapti xudo xolasa. Qo'l urug'da olganmiz mana. Alichaga zo'r slivalar solamiz. Bag'i vishnya qora giloslarimiz do'stlar. Holatiga. Bu ham suvdan keyin tezda bo'ydan o'tib ketadi. Mana suvni qiyom bo'lib ichyapti. Do'stlar, mehnat agar bitalak bosib qo'yamiz, mevali ko'chatdan boq qilaman deydiganlarga bemalol bizga yuboraverasizlar. Bu keyingi yilga tayyor bo'ladi. Bu yil kuzda payvand bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.